Oldinlari ko'k somsa desa faqat so'qoyisga tushardi. Toshkent shahrining ichida ham ancha ko'k somsa pishirish rivojlanib ketdi. Men ham Qodirobod masjidi shunday yonida joylashgan yangi ko'k somsaga keldim. Ichkari atmosferalarni ham chiroyli akkuratlik qilib qo'yishibdi. To'g'risini aytsam, somsaxonadan ko'ra kafega o'xshatib bordim bu. Tilla rang limon choydan keyin sekingina somsa, nonlarimiz ham yetib keldi. So'qol somsani go'shtligini yeganmisizlar? Yemagan bo'lsangiz kesinglar bo'ladi. Ketidan ko'k somsani ham yetib keldi. Go'shtligi ko'kidan sal kichikroq ekan. Ayniqsa souslar bilan juda zo'r ketdi. Tashqari o'zi ham 40 gradus bo'lyapti. Isib ketdi odam. Limon choy ichsam uyamiz suv. Aytgancha, men o'zim bilan marakuyali mojito olgan edim. O'zdagina o'zi ham rosa zo'r ketdi. Mojitoni marakuyalini topish o'zi bo'lmadi. Amri mahol ekan. Mabodo sizlarga ham kerak bo'lsa, pastga yozib ketarsizlar. Sizlar yozguncha aybga bo'lmaysizlar, ko'k somsani souslar bilan sekingina dumalatish boshladi. Firmini burger qilib, cho'poncha salatlar bilan qo'shma kompression qilib mazasi zo'r. Har doimgidek mehr bilan tayyorlaganman. Hammasidan ham ko'ra noni alohida tegma ekan. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham issig'ini kelib bitta yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Somsaxo'r o'rtoqlarga bu videoni yuborgan bo'lsangiz, limon choylar sirpanturlar duo qilib ketdik. Aytgancha, Ma'mudda qaysi viloyatda to'pisi yo'q? Kommentariyga yozib ketarsizlar. Narxlar qimmatmi yoki arzon? Lokatsiya Telegram kanalida bor.